Hikoya Izbasar Bog'van. Avtori Farhod Kozim. Xeylidan beri yomg'ir simildab yoqqashqa, qushqashlarning uyini o'chib, o'ylar jimib qolgan edi. Uyqu qisqanib o'yg'ongan Batur yuzini chala bo'lib yupla o'yliga chiqdi. Yomg'ir bir xilda simildab yog'moqda edi. Tak barangidan tushgan yomg'ir uya buyani loyga barmoq botirib qo'ygandek uyivatgan edi. Yomg'ir yoqqanda og'illar bilan qumliq chiqib o'ynaydiganimni o'ylamadim-ki-na? Batur talağa aldırğancha ayğının bir peyini tapamay vattatdi. Bayı öyge kirgen toxuğa ayğını atqını yadığı kelip, bir pay ayğını elip oyluğa çıktı. Ondan yana bir pay ayğını tepip kiyip darvazadan çıktı. Onun atanısı yağmur yağışıga chunchi xaminiga yeyip qo'ygan qara üzümlerden ensirep chunchiga ketgan edi. Ularning beg'ida bu yerdagi asosliq üzüm sortlarining hammasi bor. Oq kishmish, qizil kishmish, oq sayva, qizil sayva, oq qashqir, ko'k qashqir. Hatta g'uncha üzümü bor. U oq qashqirdan bir sapoq uzib yo'lga chiqdi. Yo'l ko'cha patqoq edi. Bir kimlar yo'lning suv yig'ilgan joyiga uya bu yeriga goh yerim, goh butun qishlarni qo'yib qo'ygan edi. U do'stlarini Hamud bovayning beg'ining kaynidagi qumliqda o'ynayotgan yeridan topdi. Ularning ba'zilari tag'ani ushlab kiygan bo'lsa, ba'zilar kunliklarini ko'tarishgan edi. Batur, chaqan bo'l, afterak üsterak o'ynaymiz. Tez bo'la. Batur, bizdan bo'ldi. Yo'q, sizlarning guruhida yuguriklardan Asim bilan Aliyar bog'i. Batur bizning bo'ldi. Yomg'ir to'xtab, namxush shamol chiqmoqda edi. Ballarning o'yini bir xilda davom qilmoqda. Aradan Oyimgul qaranglar, salsan chiqdi. Ha? deb to'ldi. Qani, chechinlarni tutinglar. Hay Asim, Aybaldon tayyorla. Meniki. Ha, mana kasdim. Gort. Çeç kesilgan qizlar Hasan Hüseyin'e qarab, öz seçim, tutam öz seçim deyishib, qo'shaq ketib o'ynadi. Aradan Aysima o'tirib tushib, Osimjonning oldiga keldi. Mening balamning chichini chirib qo'ysalar. Osimjon darhol qo'liga yerdan uzunligi bir gaz kagudak tayoqni oldi-da, Ma'qul. Qiynamsa chechini o'gitsizlar. deb usturni kaplagandek, choshni o'gitgandek harakatlarni qilib qo'shaq o'qidi. Yig'lamang, qo'lim titrab qolmasin. Usturingiz gap anglamay, teringizni kesib qo'ymasin. Yig'ilg'oq deb bu bola chechingiz chala qolmasin. Chala bosh, qog'i bilan poxtalash deb sizni ko'rib kulmasin. Usturam, jimpolatdan so'qilgan, kaplatiga o'ralgan, yumshoq boshni kesib qo'ymang. Kaplatida kap beraman, bola yig'latib xafa qilsangiz, bilayga surkab suv beraman. Bog' arlab chiqqan Hamud bovay balalarning o'yiniga qarab zo'xlandi. Ularning balalik qiliqlariga pat-pat kulib qo'yatdi. U har kulganda ko'miqinoq donisidek sarg'aygan tishlari to'rlashgan qo'g'indek qo'riqlar bosgan kalpuklari orasidan chiqib qoladi. Balla Hamud bovayni ko'rib, durrati atrofiga o'lashdi. Hamud bova, cho'chak etibsizlar. Kunduzi cho'chak etsa, ko'tki tish chiqadi. Balla paraqida kulishib ketdi. Ballardan urilgan balaliq hid Hamud bovayga navarlarni eslatdi. Navarlarni eslab bovayning ko'ngli buzildi. Bovaydingmi bu balladek balaligi bo'lgan. Mushu balladek ballari bo'lgan. Bir-biridan chiroyliq va umoq navarlari bor. Ular shahardan ko'chib kelib, bu yezda yiltiz tatgan. Ikki o'g'li ballarini ilib, Urumchida yashaymiz deb Urumchiga ketdi.
Amut bovayning mo'mi bilan kunib qaptimiz deb bu bog'da ko'ngillik hayot kechirayotganiga mana 20 yildek bo'lib qoldi. Navrisini seg'inmaydiganmi bovay mo'may bo'lamdi. İkisi nəvirlərini oylasa, avu taşirək oğullarının birəri balısını qoyub qoymağına açığı kelətdi. Yezidi çoğusu nim bopdu. Mana yezidi üsüp katta adam olğan kişilərmi köp qo. Ballarını şəhərdə yaxşı şəraitə oqutub katta adam qılımız deyişidu. Ularning ballarına ülgü buluvatqan katta adamlarning qaysı biri yezidi ösmügən. Bovay ballarını baqa başlap kirib, altundek sargıyıp pişkan muştek nəşbitlərdən üzüp bərdi. Ondan özü yuğan alı tavuzdan birini üzüp qumluqqa çıxdı. Ballar qollarındakı nəşbitlərini bağdan çıxıcı yap boğan idi. Bovay ballağı tavuz silib bermən degəndə qollarını yumayla yügürüşüp, qıstılışıp, kiçik işki bala qumda dumalap getdi. Amut bovay dərhal ulardan ədəb qaydını so'rashqa başladı. Taam yegəndə nimələrə diqqət qilish kerak? Avval qo'lni yumaq kerak. Chashmay, uvatmay yemək kerak. Avval cho'nlarga osh tutmak kerak. Adab bilan tamoq yemak kerak. Taam bergichiga rahmat etmək kerak. Qani, hozirqidek ko'p odam tamoq yeganda qandoq qilmoq kerak? Ballar bir-biriga qarashib, bayıqqanlardan xijil bo'lishdi. Qistilishmay boshqalarga yo'l qo'yish kerak. Kichiklarni izzatlash kerak. Ho'shara, ballarim. To'g'ri dedinglar. Haqini, sizlar avval eriqda qo'llaringlarni yuvib kelinglar. Ondan boy deganlaringlarga amal qilinglar. Tavuz tilib berman. Ballar qo'llarini yuvib kelishiga bovay tavuz tilib berdi. Tavuzning urug'i kichik ham oz. Qandaq qizil tavuz shekardek tatliq chiqdi. Amut bovay bir-biridan qizg'inib tavuz yeyishayotgan ballarga qarab kulib ketdi. Asaldek tatliq tavuz yeyishgan ballar namxush shamolga yuzlanib o'ltirishatdi. Oradan biri: Amut bova, qarang'u tushguncha taqat qilamiqdakmiz, cho'chak etib pasna. deb qoldi. Cho'chak deganni muallimanglar aytib bersin, Ahmad muallim Hamut Bag'vandek el uchun ter to'kkan, ishqi pishqan, tajribalik, o'tmishni biladigan cho'nglarimiz cho'chakka boy deydi. Muallimanglar shundoq deydimi? Rost debdi. Biz kashmishga boy. Aytib bersam aytib beray. Bovay qumning nemini qayrib etib, issiq qumga qo'rg'oqlashgan putlarini tiqib, og'ziga tandirib o'ltirgan ballarga qarab cho'chakni boshladi. Burunning burunsida, zamonning zamonisida. Bova, nimasiga cho'chaklarning hammasi mushundaq? Zamonning zamonisida, amanning amanisida deb boshlandi. Mağamo, atam, bovam, mo'minlarim mushundaq aytib bergan. Hammasi kashmish bo'g'ashqa shundaq aytiladi. Hay, Abdurahmon, cho'chak aytqili qo'ya. Hamut bovay yog'och ot cho'chagini aytib bo'ldi. Biroq ballar tex cho'chakdan chiqib ketmagan edi. Bovay ballarga tekshi qarab, ularning g'amsiz ko'zlaridan umid ushqunlarini ko'rgandek bo'ldi va Әмді мен сілерден өткенді өгеткен езді өсідіған тәк xillarni so'rayman. Kim yupurmag'ini, mevisining shaklining qandoq bo'ladiganligini deb berdi? Ballar men desiman deb cho'qirishib ketdi. Bovay ularga qarab: sen Qosimaxonning navrisi, isming nima edi? Dilmurod. Sen Qashqir uzumdan bir sapoq, yupurmag'dan bir tal ip kel. Sen Ablikimning kenji o'g'li. Bijaq üzümdən bir sapoq, ishki g'ayrish seriq shung'ini epgan. Siz To'xtaxonning navrisi Havogul. G'uncha üzümdən ishki sapoq, ishki g'ayrish so'xtisidan epkilang. deb 6 balini 6 xil tak sortining mevasi, yupurmig'i, shung'i, so'xtisini epkilishga buyurdi. Hey,
Ablikimning kenji o'g'li olmaz. Sen bijaqini emas, oqsoyvini ep kepsan. Oqsoyvining shakli uzunchoq bijaqiga o'xshagan bilan, bijaqi oqsoyviga qaraganda uning notisi oqseriqqa moyil. Yupurmig'i qora yeshil, kichikroq. Notisining bo'g'im orlig'i qisqa, uch qismi sal inchga, sapig'ini uzmak tas. Ta'mi tatliq, biroq oqsoyvidek suluq emas. Yupurmig'i oqsoyvinikidek cho'ngmi emas. Şonlarının bo'g'im orlig'i uzun bo'ladi. Havo gulning epkagini to'g'ri bo'pti mana. Biroq tushuntirib beramidingiz. G'uncha uzum bu tavadagi eng kichik uzum. G'uncha uzumning shonlari nisbatan ostroq o'sadi. Yupurmig'i qaramtul yeshil, sal yirik. Mevasi ushshaq, urug'siz, pishqanda qiniq qizil rang, beg'i rang bo'ladi. Bir dona mevasi oqqunaqdek, moshdak bo'ladi. Shonlarda sapoq ko'p, ammo sapig'i kichik bo'lg'achqa mahsuloti to'van. Bu sort bu tavada uzoqdan buyon oz ko'lamda o'stirilib kelgan. G'uncha uzumni tevipla tabiati mo'tadil, qonni tozalash, sapqon hosil qilish, qizilni sirtqi tepkizish, zahar tozalash xususiyatlari bor deb ta'riflaydi. Bu tavadagi g'uncha uzumlar ozlab ketdi. Kishmish uzum pul bo'lib edi. G'uncha uzumni qo'murib etib, kishmish uzum tikilib, g'uncha uzum yo'qab ketayli deb qoldi. Sizlar bilmaysizlar. Burunlarda qizil deydigan tarqalishchan yomon kasal bor edi. Ballarni bak qiynaydi. Ballar qizishga boshlaganda bir qo'shiq quruq g'uncha uzumni bir chin qaynoq suvga chilab, sovug'anda ichirsa, qizil tepib chiqib, jonga orom beradi. Hamid bovay ballar epkagan uzum, yupurmoq, shung, so'xtalarni bir-aqir tushuntirib bo'lgandan keyin taklifga ep keldi va ballarga selishtirib tushuntirdi. Orada Batur gapga qo'shiq solsa, bovay Baturga qarab: "Hey Batur, sen kunda degidek mening yanimda. Eg'izga erishlamay tur, deb qo'yatdi. Ba'zi nuqtalarni tushuntirganda: "Ha, Batur, endi sen adashlaringga tushuntirib qo'y", deydi. Hamid bova, o'tganda o'rgatganlari bo'yicha u qo'g'inning sortlaridan imtihon yapasizlar? Dedi Tilmurat. Qo'g'i yegin kepti-da sening. Yomg'ir yaqqani qo'g'in tovuzni ko'p yesang chataq chiqadi. To'la qo'g'in tovuzning jitilni qilma. Qandaq chataq chiqadi? Deyishiga Batur bilan Olmos tangla. O'rningga siy qo'ysan. Ular Hamid bovayning beg'idan ana shunda xushal-xo'ram tarqalishdi. Hamid bovayning ko'z oldiga birda balaliqdagi sabiy chog'lari, birda shahardagi navirlari, birda ko'z oldida o'sib cho'ng bo'layotgan ballar kelishga boshladi. U osmonga bir qarab o'tgandan keyin xo'rsinib uyiga yo'l oldi. Kechlik tomog'ini yeb bo'lgan kishilar birlab ikkilab mahallaning o'ttirsidagi qeri ujma darixi yanidagi Tursun Qodirning do'koni oldiga kelib, bu qitimqi yomg'irning ziynini so'zlashyotdi. Balalar bo'lsa, yomg'ir suyi yig'ilib qolgan kichik-kichik ko'lchaklar bo'yida o'ynamoqda edi. Hamid bovay ularning yoniga kelganda, balalar yana Hamid bovayga agashdi. Hamid bovayning mahalladagi ushoq bolalarni agashtirib, bog', etiz, dalalarda yurganiga hech kim hayron qolmaydi. Mana bugunmi cho'ng 10 yoshlarda, kichigi 5 yoshlardagi bolalarni agashtirib, etiz eriq bo'ylardagi har xil o't-cho'plarni terib tushundirmoqda edi. Hamid bova, akşam atam Hamidkam nemishqa har yili kuzda tarbiya qildigando deydi. Hey. Atang o'qimay o'ynab yurgashga bilmaydi-da. Sen bo'lsangmi yaxshi o'qi bolam. O'qigan odamning biladigani ko'p bo'ladi. Kuz degan talqon to'kdi oy. Kuzda o't-cho'plarning urug'i pishidi. Kenji qog'allari chichaklaydi. Don tutadi. Atanga deb qo'y. Xolisi umi kelsin. Qachongacha mushundoq oddiy savatlarni bilmay yuraydi. Shu yili qishda Hamid bovay yoshirin yurak kesili bilan tugab ketdi. O'likka 3 kun so'z deb
kishilar Hamut bovayning yaxshi gapini qilishdi. Kunlarning o'tishi bilan Hamut bovay haqidagi parang temasimi o'zgardi. Oradan 10 yil o'tib, Dashoning biologiya kasbida o'qiyotgan Batur oktyabr bayramida bir haftalik dam olishga kelib, Hamut bovaydek ballarni agashtirib, etiz qirlar, dalalarda o'sgan turli o't-cho'plarni tunishtirib, avrishga jihvatdi. Kuz yomg'irdan keyingi Hasan Husan uning ishlarini qo'llagandek xeyli uzoqcha yo'qolmay, kang dalani go'zal tusga kirgizgan edi.